kelishda davom etyapti. Karaoke kolonkamizani Starichskiy yashilligiga ko'ringlar mana. Mebelli bo'ladi. Ko'pchilik shunaqasini quvolagan, eskicha variantga o'xshab turadi. Ko'ringlar, buni yosh katta akalarimizga, adalarimiz, dodalarimizga olib bersanglar juda mazza qilib duo qilib ishlatishadi bu kalonkani. O'zida bitta mikrofoni bo'ladi. Original mikrofon prezidentlar bo'lib turadigan. Bulutli zarracha ismlari o'zidan chiqadigan funksiyasi ham juda chiroyli chiqqan. Buni ko'ringlar mana, ekvalizerlari bor, bas stereo, hammasini o'zgartirib, fleshga, Bluetooth, aux hammasi ketadi. Aravacha qilib itarib yursanglar ham bo'ladi, ko'tarib olib yursanglar ham bo'ladi bu kalonka. Ko'ringlar, bu kalonkamiz Avicross brendidan. Modeli V12A model bo'ladi. Bo'yi 65 sm, vati 100 watt. Ovozlari ham juda chiroyli chiqqan. Eski o'zalar, ashulalarni eshitib juda mazza qilishadi. Ko'ringlar ovozini eshitib. Yig'lagim kelar